Nima? Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda yuborma bil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq yuborma bil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Abbos Fayzullayevning nikoh to'yi nega ko'pchilikning e'tiborini tortdi? O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchisi Abbosbek Fayzullayevning nikoh to'yi bo'lib o'tdi. To'y samimiy, fayzli va ortiqcha dabdabasiz o'tgani ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. Yana bir e'tiborli jihati Abbosbek Fayzullayevga Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan avtomobil sovg'a qilindi. Ko'pchilikni qiziqtirgan savol esa shunday: yuqori daromadga ega xorijda faoliyat yuritayotgan futbolchi nega hashamatli emas, aksincha kamtarona to'y qilishni tanladi? Abbos Fayzullayevning aytishicha, u ortiqcha dabdaba va isrofgarchilikni yoqtirmaydi. Uning fikricha, to'yning qanchalik qimmatli yoki hashamatli o'tganidan ko'ra, undan keyingi baxtli oilaviy hayot ancha muhimdir. Albatta, istasa u juda katta va qimmatbaho to'y tashkil qilishi mumkin edi. Ammo u boshqalarga ko'rinish uchun emas, o'z qadriyatlari va hayotiy qarashlariga mos ravishda ish tutishni afzal ko'rdi. Sizningcha bugungi kunda yoshlar ham dabdabadan ko'ra baxtli oilaviy hayotni ustun qo'yishi kerakmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Abbosbek Fayzullayev bo'lyapti. Bugun sirdaryoliklar, muxlislar tez Guliston zomi to'yxonasiga shunday kelib rasmga shaqqalab tushib ketdinglar. Abbos Fayzullayev bormi? Mana. Yuragini yonadi debdi. Kelin-kuyovlar vaqtli bo'lishsa.